Ulug'bek aka, assalomu alaykum. Hormen tuzum. Uka, qo'lingdan kelmasa vapshe ishlama, tushundingmi? Vapshe ishlama. Menga telefonga boshimni xotirasan. Hammang shunaqasan, hamma mana shu kunduzgi dispetcherlar hammang shunaqa. Oladigan ishni olmaysan, olmadigan ishni olasan. Yukni tashlading. Men senga aytayapman. Quloqing og'ir eshitsa ham men senga aytayapman. Men aytdim, ikkinchi ligini olib keldim dedim. Birinchi ligini yetyapman dedim. Yukni ol dedim. Men Kranberiyga baribir 9:30 da qaytib kelishim kerak dedim. Sen nimaga gapni ko'paytirasan? Ishlashni xohlamasang ishlama. Faqat shunaqa gap qilasan. Shu oralaringda bitta bo'ladigani mana Monika. Sal bir ishini biladi, qilayotgan narsani sal tasavvuri bor. Qolganlaring faqat valakita, oshdi, oldi, qochdi. Men senga aytdim, o'zim javob beraman dedim. Menga shu yuk kerak dedim.